Xalqimizning sevimli shoiri Muhammad Yusuf 1954-yil 26-aprel kuni Andijon viloyati Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida tavallud topgan. U Yusuf ota va Enaxon ayalarning 2 o'g'li, 3 qiz farzandlari ichida erka dilband bo'lib ulg'aygan. Noyob iste'dod sohibi bo'lmish Muhammad Yusuf bolalik chog'larida sho'x yigit bo'lib, ko'p narsalarga qiziqqan. Yuragida muhabbat tomirlari oqayotgan, qonining jo'shqinligi uning she'rlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Mendan nima qolur? 2 misra she'r. 2 sandiq kitob, bir uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desa der, men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Men ketsam yomondan yiroq bo'l ohu, chunki sen chiroyli ko'rkli bir juvon. Yomon kunlar bir kun yaxshi bo'lar u, yomon odam yaxshi bo'lmas hech qachon. Yasha chegarada turgandek ogoh, lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Uyda yotibman u, sezib turibman. Ko'kda kelayotir qushlar qaytishib, hayirlar yog'dirib qanotlaridan, xasta shoirlarga vido aytishib. Bor mening uchun ham ularga qo'lqoq, lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Ularni men yana ko'ramanmi a? Ayvondan odamdek kuzatarmidim. Kuz to'ylar boshlandi yuragim pora, bitta qizimni ham uzatolmadim. Demak taqdir ekan to'y ko'rmay o'lmoq, lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Shoir she'rda inson hayotining ma'nosi, o'lim va o'tkinchi dunyo haqidagi falsafiy fikrlarni lola timsolida ifodalagan. Muallif o'zidan keyin xotira va kitoblar qolishini ta'kidlab, dunyoviy boylikdan ko'ra ma'naviy boylik ustunligini ko'rsatadi. Aziz kitobxon, biz sizlarga Muhammad Yusuf she'rlarini o'qib, bahramand bo'lishingizni tavsiya qilamiz.